Fen bilan ashula sochingizni bunaqa quritishni to'xtating. Shu sabab sochingiz quruq, sinuvchan va uchlari bo'linishni boshlaydi. Qo'l sochi issiq fen bilan quritish bu juda zarar. Chunki birinchi bo'lib sochiq bilan ortiqcha namlikni tortib olamiz, lekin sochimizni qattiq ishqalamaymiz. Sochimizni quritishdan oldin 230 darajagacha ishlaydigan termozashita sepamiz. Ingichka sochlar yengil spray sepsa bo'ladi, quruq sochlar молочко termozashita ishlatsa bo'ladi. Shunaqa natija bo'lmasligi uchun fenni nasatka bilan ishlatamiz. Sochimizni quritishni birinchi bo'lib ildizidan boshlaymiz. Bu bizga ob'yom beradi. Sochimizning uzunasini qurib ketishdan saqlab, tezroq qurishga yordam beradi. Soch uzunasini quritayotganda fenni tepadan pastga qaratib ishlatamiz. Shu usulda sochning himoya qatlami kutikula yopilib, soch silliq va yaltirlab quriydi. Oxirgi etap bilan sochimizni sovuq havo bilan quritib chiqamiz. Bu bizning himoya qatlamimizni mustahkamlab beradi, sochimizga blesk beradi. Shu etaplarga rioya qilib, sochni zararsiz fen bilan quritsa bo'ladi.